O'zbekiston Nigeriya. Yaxshi insonlarning sa'y-harakatlari bilan uchrashuv videosi internetga joylangan. Bugun ham uni bemalol tomosha qilish mumkin. O'yin tafsilotlariga chuqur to'xtalmaymiz. Shunchaki ayrim e'tiborga loyiq, shuncha yil o'tgandan keyin ham esdan chiqmagan, o'sha o'yinni yodga soluvchi ba'zi holatlarni aytib o'tamiz xolos. Ta'kidlash kerak, O'zbekiston jamoasi o'yinga yaxshi tayyorlangandi. Taktikani tushunish qiyin emas edi. Imkon boricha jamoaviy pressing orqali to'pga egalik qilish, o'yin nazoratini qo'lga olish, oldingi uzatmalar bilan hujumlarni tashkil etish maqsad qilingandi. Qosimov, Lebedov, Shkvirin, Sharipov, Magometov, Abdurayimov o'zaro aniq paslar bilan kombinatsion o'yinni tashkil qilishga urinishadi. Lekin o'yinda hisobni Nigeriya ochadi. 10-daqiqada himoyamizdagi sustkashlik golga olib keladi. Hujumchi Samson Siasia to'p kiritadi. O'shanda gol muallifini stadiondagi tabloda ham, ayrim boshqa manbalarda ham Oliseh deb yozishgandi. Protokolda Siasia yozilgan. Shunisi to'g'ri.